Hammaga salom, men sizlar bilan 100 kun yashashga harakat qilaman. To'g'ri, men unchalik ko'p yashamayman, lekin eng maksimal 38 kun yashaganman. Hozir men daraxt chopaman, boshqa qilaman. Men hozir yangi narsani olganman. Bunaqangi fonarli narsa emas. Mana buni olganman. Mana bunaqangi chit emas. Bu boshqa narsa. U qo'limda hozir aptechka ko'rib turibsizlar. O'sha menga yangi modda berilgan. Mod emas endi menga shu sotib olsalaring bu 45 Robuxga 45 olmosga beriladi. Hozir men 2-daraja qilaman. Olovim 2-daraja bo'lgandan so'ng men sandiq ochishga ketaman. Mana 2-daraja ham bo'ldi. Endi men hozir bo'ri o'ragim kelyapti. Yangi tryuk o'rgandim. O'shani bajarishga ketamiz hozir. Ana bo'ri, hozir o'sha tryukni o'rgataman. Mana hozir daraxtni kiyirib olaman. Bo'rini o'ldirgandan so'ng mana bo'rini chaqirib olasizlar, keyin esa boltani qo'llaringga olasizlar, keyin esa aylanasizlar. Keyin esa mana shunaqa qilib urasizlar. Men umuman jonim ketmaydi deb o'ylagandim, lekin bittagina jonim ketdi. Endi ikkinchi marta urib olmoqchi edim, o'ldirib qo'ydim. Hozir men 3-daraja qilmoqchiman. Bular bilan 3-daraja bo'lmasligi ham mumkin. Chunki esa olov shunchalik kam oladiki, mana hozir ko'rsataman mana. Men 2-marta tryuk qilaman agar yana bir marta bo'ri topsam. Hozir mana shu yerda sandiq bo'ladi. Hozir sandiqni ochib bo'lgandan so'ng nayza tushsa yaxshi bo'lardi va 15 talik sumka yaxshi bu ham bo'ladi. Hozir men aytgan temir chiqdi, olaman. Bu yerda ham temir bor, o'shani ham olaman tanga bilan. Hozir bu yerda nima chiqar ekan? Ana ko'mir. Ko'mirni olamiz va esa bo'ri topish kerak hozir. Sizlarga yana bir marta tryukni ko'rsatmoqchiman. Yana ko'mir. Va ketishdi men fonarim yo'q, lekin hozir yana sandiq topilsa yaxshi bo'lardi. Mana yana sandiq. Ana kerak bo'ladi, temir bu ham. Hozir tepasidan sandiq, tepasida ekan. Bo'ldi, tepasiga chiqdim mana. Bu moshlarni olamiz, temirlarni. Keyin esa sandiqdan shu avtomat yoki esa nayza tushsa zo'r bo'lardi-da. Ana nayza ham tushdi. Hozir olib olgandan so'ng hozir bo'ri topish kerak. Qayerda endi bo'ri bor? Mana bo'ri. Hozir ko'rsataman. Bitta urib qo'ydi. Qanaqasiga? 2 urdi. Voy. 3 marta urdi. 4 marta urdi. Men qochaman hozir. Hozir aldab urmoqchiman. Mana shuni o'lib qolsam. Voy. Qanaqasiga sakrab turib o'ldirdi. Hammaga xayr, men minkda bo'lganimdan so'ng yuzimni ko'rsatishim mumkin. Hammaga xayr.